Aytgan otibchi, barchasi bolalar sizlar bilan joyner bolalar. Bugungi video demoqchi edim, hech taqlab qoldi. Necha? Sizce arzon ve sifatli banner avatarcha kerakmi va uni kimdan olishni bilmayapsizmi? Unda meni kanalimni tavsiya etaman. U yerda arzon narxlarda va sifatli banner avatarcha yaratishingiz mumkin. Ссылка описанияда va kommentariyada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Joyner. Siz eng omadli odam ekansiz. Omadlimanmi? Bilmadim. Qanaqa aksiya qatnashmadim, lekin bilmadim. Nimaga unaqa deyapsiz? Siz endi bir kunga bu yerni, ya'ni mana shu qishloqni prezidenti bo'ldingiz. Bola biz prezidentmiz. Men hech qanaqa aksiyada qatnashmadim. Nima sababdan bo'ldim? Siz mana shu qishloqdagi eng zo'r youtuber ekansiz. Yo'q, bolalar, men bu youtuber bo'lishimga albatta sizlar sababchisizlar. Sizlarga kattakon rahmat va like bosib obuna qo'yishni esdan chiqaringlar, chunki biz mana shu oyning oxirigacha 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Albatta like bosib obuna qo'yinglar. Xo'p, bo'lmasam men bir kunga prezident bo'lsam, nima qilishim kerak? Albatta, ko'rib turganingizdek chap tarafda sandiq bor. O'sha sandiqning ichida siz uchun maxsus bosh kiyim bor. Bo'ldi, bo'lmasam bosh kiyim olamiz. Opa. Bo'ldi. Biz prezident, general prezident bosh kiyim yoqdi menga, juda ham cho'tka ekan bo'laman. Tipa general prezident bo'ldim, bolachalar. Men prezidentman endi, короче. Bo'lmasam men mana meni ham ta'minlash kerak, hozir aytamiz. Yuqori jadal bunaqa odamlar bizga qishloqqa kerak emas. Mana shu joyni ta'mirlab qo'yinglar, tushundingizmi? Bo'ldi, janob prezident, bu ta'mirlaymiz. Bo'ldi, ta'mirlasanglar, brat. Oyni uyi даже prezident uyidan yaxshi-da. Короче, brat, mana shu uyni zo'r qilib, 2 etaj qilib, cho'tka zamonaviy qilib qo'ya olasizmi? Qilsak bo'ladi, lekin bizning budjetda pul yo'q. Pul yo'qmi? Menda cho'tka idea bor. Mana bu boyning uyida, короче, borasizlar, albatta boy bor. O'sha boyga aytasizlar. Biz nalog olyapmiz, shunaqa ko'p pul bor, короче, pul kerak. Yo'q, pul kerak demanglar. Короче, nalog shunaqa yer solig'i, bir balo solig'i deb so'ranglar. Ko'proq pul deb men uyimni bitirdilar, tushundinglar? Bo'ladi, lekin siz prezidentsiz. O'zingiz o'ylamasdan ahvolni o'ylasangiz bo'lmaydimi? Qarang, brat. Kimdir qayerdandir kelsa, eng muhim, meni uyim ko'radimi? Shu bizning yuzimiz mening uyim bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ldi, qancha qilib o'rgatib tashladim. Men bo'lmasam biroz aylanib turaman, sizlar bitirib tashlanglar. Men ketdim. Bo'ldi, bilmadim. Yo, aylanib turmayman, bular yordam berib turaman. Bo'lsam bo'ldi. Hozir juda ham ko'p ish qilaman. O'sha payt sizlarga video zapis o'chirib turaman. Bo'lsam video cho'zilib ketadi, shuning uchun zapis stop. Do'stlar, men va nihoyat bular bilan birga remontni bitirdik. Prezident ham remont qilamiz, sizlarga yordam berdim. Ko'p ish qilmadim, mana ko'rishinglar mumkin. Bitta cho'tka bo'lgan joy va mana bu mos ko'rasizlar. Unda men bitirdik. Prezident sizga yordam berganingiz uchun rahmat. Mana nima qilganimni aytmay qo'yman. Albatta hech kimga bir dona g'isht tashiganingizni aytmayman. Xo'p, bo'ldi, aytmay g'isht tashigan. Bo'ldi, juda ham ko'p g'isht tashidim. Bo'pti, bo'lmasam brat uyim bitdimi? Janob prezident, uyingiz bitdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Vau, bolalar uyim cho'tka qilmabdi. Bekor joy bor edi, o'sha cho'tka qilib qo'yishdi. Oppa. Bu demayman, zerikkanda bemalol ko'rib, tabiat chiroylilikdan bahramand bo'laman. Tentakisiga ko'rib o'tiraman-da. Albatta. Uyim mana oppa, ikkitalik o'rin bolalar va nihoyat qutuldim va mamlaqa va men ko'rasizlarmi, bolalar cho'tka ham turib. 2 etaj bo'lmasa sababi boy ko'p pul bermabdi. Ziqnab boy uchun like bosib qo'ying. Oppa, mana cho'tka bo'lib qolgan. Mana bolalar, albatta shu videolarimizni like'larni 50 tadan oshirishimiz kerak. Va yangi xabarim bor sizlarga, ya'ni Telegram kanalim haqida. Sizlar uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotlar, YouTube kanal haqida ma'lumotlar, modlar, har xil narsalar, datapaklar va barcha narsalar sizlar uchun eng muhim bo'lgan kachsinli narsalar albatta Joyner kanalida o'tib obuna qo'yamiz. Aytgancha Ramazon oylar bilan tabriklayman. Ramazon oyi kirgan ko'p bo'ldi, tugayapti, lekin baribir har video tabriklayman, bilasizlar. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam men kontentni davom ettiraman bu videoni va mendan ham shu prezidentlik huquqini olib qo'yishadi. Hozir 5-10 minutdan keyin hozir yangi videoni montaj qilib YouTube kanalimizga qo'yaman. Sog' bo'linglar, tugat.